Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va Kaliforniya chuvalchang biznes qiziq o'rtoqlar. Mana bugun begomishlarimizga o'sha kartoshkalar ekyapmiz. Bu da sifat darajada. Mana kartoshkalar. Xudo begomislarga ekib, begomis berib boryapmiz mana. Ko'ruvchi o'rtoqlar. Like tugmachalarni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shunday begomislar kartoshka ekib boryapmiz mana shunday. Yashirib ekdik. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalarni bosib qo'yamiz va obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shunday o'ta sifatli darajada begomislar qanday tayyorlanadi? Oddiy mol go'ngidan yilga qancha daromad qilsa bular o'sha asrlar o'rgatamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu yerda zapas kiyimlar taxlab qo'yibmiz. Begomislar chuvalchanglar yaratilgan. Yangi oziqlar berib oldik. Inshaalloh. Qiziquvchi o'rtoqlar chuvalchanglar olib ketyapti. Ular shu biznesni boshlayman deb. Qanday qiziqtiradigan ma'lumotlar bo'lsa, qiziqayotgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsanglar. Mutlaqo tekinga o'rgatib boramiz. Qiziquvchi o'rtoqlar, shu biznesni boshlayman degan o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qiziqtiradigan savollar bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shunday savollarga bemalol javob berib o'tamiz. Biz hamisha mana shunday oddiy joylarcha video e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Mana shunday begomislar biznesni yo'lga qo'yaman degan o'rtoqlar. Bunga foydalari juda katta. E'tiborga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Videoda har xil kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Omon bo'lasizlar.